eng arzonida, eng arzon narxda Jetaur X95 avtomobili 2023-yilda ishlab chiqarilgan, ofitsial dilerdan olingan. Mashina hozir ham garantiyada. O'zining firmali diskalarida X95 eng kattasi 7 ta o'rinli. Hop. Hamma narutlari bor. Salonlarning holati ham tinib turibdi. Hech qanaqa kamchiligi, defektlari yo'q ekan. Ikkitalab pultlar turibdi, panoramali. Mana 7 ta o'rinli. Hamma yo'q, chotki defektlar yo'q ekan. 27 ming bo'libdi probegi. Start stop, lipstok, motorulda hammasi bor. 2023-27 ming yurgan X95 Jetaur. Orqa bagajida mana shu joyida pitnosi bor. Yarmiga yetib bormagan holda mana shu sepilganzgina udar bo'lmagan ekan, bemalol tekshirib olasizlar. Boshqa joyda kraskasi yo'q ekan, toza ekan. Qolgan joylari shu bitta bagajda pitno bo'pti. 2023-27 ming yurgan Jetaur X95 garantiyadagi mashina. Hop, variant berilmas ekan, faqat naqd ekan. Eng arzonida 19700 bosib boringlar.